Assalomu alaykum kanalimiz podpисчиклari. Bugun Bo'ron zapravkada Sevinch magazini yonidagi ko'chadan ishning bir hovli joyimiz chiqadi. 200 kvadrat metr. Shuni sizlarga ko'rsatib, ichanlari bilan tanishtirib o'tamiz. Chiqib kelaverishda zinamizdan mustahkam demir eshiklarimiz qo'yilgan. Girib kelaversangiz ulug' bir dalani. Bu joyimizni jihozlari bilan sotiladi. Hurmatli yurtdoshlar, shuning kelaverishda shu nav ko'rib turganingizda hamma jihozlari bilan sotiladi bu joy. Yana girib kelaverish o'ti. Girganimizdan chap tarafimizda shuning bir ajoyib rakovinamiz. Registrlar qo'yilgan. Wi-Fi o'rnatilib turibdi, hurmatli yurtdoshlar. O'ng tarafimizda zalimiz bu. O'ng tarafimizga girsak, shundan bir ajoyib katta zalimiz. 6x4. 6x4. Shundan girib kelishdi. Yana patologlar ham ijozatlangan, mustahkam. Ajoyib Allah qo'ygan. Polimiz taxta pol hamma yeri laklanib tayyor turibdi. Joyimizga tayyor holatida joyimiz. Shuni yana girib kelishdi. 2 yarma kapı qo'ygan mustahkam MDF'da. Registrlar qo'yilgan. 2 toshga solgan registrlar. Anda o'rib girib kelaversangizda bir yerde kuxnyası bu. Kuxnyamıza işinin kuxnyalar koyulup tayyor holatida turibdi, hurmatli yurtdoshlar. Ichishkalar qo'yilgan. Gaz plitalar zamonaviy qo'yilgan. Vanna kelsak, bu anda sanuzelimiz do'stlar. Sanuzelimiz bu dapalkaga kafel qo'yilgan. Shunday ajoyib zakuzilar qo'yilib registrlardan qo'yilgan, polo topli pol. Rissonimizdan yaxshisidan qo'yilgan. Ajoyib bundan. Eshiklar ham oq eshikdan ichan. Eshik taraf ham, ichan taraf ham ishini oynalar qo'yilgan. Oynalar eshiklardan qo'yilgan ajoyib. Zamonaviy. Hurmatli yurtdoshlar, nastenlik xatolar meni yaxshisidan mustahkamidan qo'yilgan. Xolodilnik shunda ko'rib turgan hamma оборудование bitoy qoladi. Bu tarafda hurmatli yurtdoshlar, bog' tarafi bu. Letni tualeti. Zinasi ham baland. Bu joyimiz 3 etajli. Oxirida garajdan ko'rsatib o'tamiz. Garaji shunday 1 etajli garaj mustahkam. Bu yerda yana zinatini garderob etib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda yana garderobni etib qo'ysangiz ham bo'ladi. Chap tarafimizda shunda endi shunday bir детский спальни. Детский spalnimizda shunday mebellari bilan jihozlanib tayyor holatida turibdi, hurmatli yurtdoshlar. Mebellar bilan tayyor holatida turibdi. Patologimizdan mana shuni patologdan ishlatib, qo'shiradi deb dekorativ nabzat qo'ydilar. Endi hurmatli yurtdoshlar, ikkinchi etaj bilan tanishtirib o'tamiz. Ko'rsatib, ikkinchi etajimizda shunday chiqib boraverishda taxtadan ziynatlangan gilamlar qo'yilib tayyor holatida turibdi joyimiz. Shunday chiqib kelaversangiz, setilniklar qo'yilib, ajoyib bo'lib, xo'shiroq bo'lib turibdi. Shunday chiqib kelaverishda rasimizdan chiqib kelaverish qoldi. Ikkinchi etajga chiqib kelsangiz, o'ng tarafda bir spalni, chap tarafda bir spalni, o'ng tarafda 2 spalni, chap tarafda bir
zalı var. Zalını gösteririz yine. Perdeler hem yaxşısından koyulub, əcayibindən koyulub. Hər halatında tutdu cayımız. Boylanan hem yaxşısından koyulgan moyşa boylanan. Lustralarını yine yaxşısından koyulgan lustralarını yine görünlər. Birimiz 6x4 zalımızdan. Zalın doğrusunda spalni cayımız bu. Hürmetli dostlar. Spalnisi. O da var. Hem girsek oradan acayip edecek kutlular galagellerine koyup yine. Jalüzeler koyulup registrerler var yine. Hürmetli dostlar yine. Bu cayımız tər halatında satıladı. Şu nav görüntürgen olsa hem mevzu bilen satıladı. İkinci spalnimiz bu yine. Bir yine patologlarına acayip edip operat edip çok dedik koydular zaten. Bir yerde şu yerinde yine bir yerden kalasanız da beklep zal atıp verseniz de oladı birini. Hürmetli dostlar. Mebelimiz hem acayip mebellerden koyup taxlap koydular böyümüzü. Hürmetli dostlar, bu cayımızda narxına gelsek, narxını 75.000 dolar dep tuttu. Az gene kayıtlatanı var. Kayıtıp gelişip alaverasida gelip egesi bilan gaplashib ekranımıza nömerlerini koyamız. Telefon etsangizlar hep gelip görüşüp gaplashib gerek bo'lsa dokumentlerinizden formasında duramiz. Bu отдельный услуга oladi do'stlar. Podpiska bilan like qo'yishni yoddan chiqarmanglar. Podpiska yo'q qo'ysangizlar yaxshi joylarni chiqarib ko'rsatib boramiz. Görüp o'zingiz içinden o'zingiz yaqqanni halol bo'laverasizlar. Shu bilan esa xayr deb qolamiz do'stlar. Indiki roliklarda görüşünce.